Mayli, bu safar ham sizlarga 2026-yilda taqdim etiladigan va aynan shu yilning eng yaxshisi bo'lib qoladigan top 5 ta multfilmlar haqida aytib beraman. Eslatma, ushbu 5 ta multfilm hali taqdim etilganicha yo'q, lekin taqdim etilgach kinoteatrlarni portlatib yuborishi aniq. 5-o'rin Pixar tomonidan ishlab chiqarilayotgan va hayvonlar olami haqida hikoya qiluvchi Sakrovchilar multfilmi. Multfilm davomida hayvonlar bilan bir necha bor aloqa o'rnatishga va turli yo'llar orqali ularga qo'shilishga harakat qilayotgan olimlar oxir-oqibat bitta yechimni topishadi. Ya'ni kichik bir qizning ongini kunduzning ongiga ko'chirishadi. U esa hayvonlar tilini tushuna boshlash orqali ularga qo'shilib oladi. Hayvonlar unga o'rmon hayotini, qoidalarini va qanday qilib kun kechirishni o'rgatishadi. Ammo voqealar rivoji bora-bora uni hayvonlar sardoriga aylanishgacha olib boradi. Lekin uning bitta noto'g'ri gapi bilan hayvonlar odamlarga qarshi bosh ko'tarishadi. Multfilmning asosiy qahramoni bo'lgan kunduz ko'rinishdagi Mabel hayvonlar tomonida bo'ladimi yoki odamlar? Albatta multfilm davomida buni ko'rish ajoyib bo'ladi. 4-o'rin Minionlar multfilmining 3-qismi. Tinib tinchimagan minionlarimiz bu safar ham Gruning rivojlanishi davomida qandaydir muammoga yo'liqib qolganliklari aniq va Illumination kompaniyasi ham bizga buni mukammal tarzda yetkazib berishi kutilmoqda. Hozircha multfilmda hech qanday treyler yoki teaser taqdim etilmagan bo'lsa ham, Minionlar multfilmining birinchi va ikkinchi qismi qanday ajoyibligi allaqachon 3-qism ham ulardan qolishmaydigan bo'lishini ta'kidlab turibdi. Ammo taxminlarga ko'ra multfilm minionlar sehr yordamida maxluqlarni uyg'otib yuborish haqida bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Xullas, bu kichik noma'lum jonzotlar haqida qilinayotgan multfilmlar Illumination kompaniyasiga katta foyda olib kelmoqda. Tushunishingiz uchun birinchi qism 1 milliard 159 million va ikkinchi qism 940 million dollar kassa yig'imi keltirgan. Kompaniya esa bu multfilmlarni trilogiya darajasida kengaytirish orqali yanada ko'proq foyda olish ilinjida. 3-o'rin O'sha boshqa qushlarga qaraganda ancha qalin qoshlarga ega bo'lgan Qizil qush haqida hikoya qiluvchi Jahldor qushlar multfilmining 3-qismi. Bu multfilm olamiga keladigan bo'lsak, birinchi qism anchayin ajoyib va hayratomuz voqealarga to'la bo'lgan. Qolaversa, kompaniya uchun ham yaxshigina foyda keltirgan. Lekin ikkinchi qism haqida bunday deyishimiz qiyin. Jahldor qushlar 2 taqdim etilgach multfilm tanqid va salbiy fikrlar ostida qolgan. To'g'ri, siz ikkinchi qism ham anchayin zo'r chiqqan. Shaxsan menga juda yoqqan deyishingiz mumkin. Lekin show biznes olamida biz emas, kassa yig'imlar gapiradi. Shunga qaramasdan negadir kompaniya 3-qismni ham yaratgan va bizga taqdim etish niyatida. 3-qismda biz qushlar va cho'chqalar tinchlik bitmini tuzib olganidan so'ng ular uchun paydo bo'ladigan umumiy dushman haqida bilib olishimiz mumkin. Ayrim insiderlar xabariga ko'ra bu yovuz qushlar tomonidan bo'lishi aytilmoqda. Ya'ni u ham qush bo'ladi degan taxminlar mavjud. Ko'ramiz, 3-qism birinchi qism kabi omadli keladimi yoki ikkinchi qism kabi tanqidlar ostida qoladimi? 2-o'ringa o'tishimizdan oldin bir narsani so'ramoqchiman. Videoni shu joygacha ko'rib turib ham agar haligacha obuna va like tugmalarini bosib qo'ymagan bo'lsangiz, ularni hozirroq bosib qo'ying. Chunki sizning kichik yordamingiz orqali kanalimiz rivojlanishi yanada tezlashishi mumkin. Qolaversa, bu orqali shunday ajoyib kontentlarning davomiy bo'lishini ham ta'minlaysiz. 2-o'rin Hayvonlar olami va sportni birlashtira olgan echki multfilmi. To'g'risi, bu multfilm treylerlarini ko'rgach, bu multfilmning birinchi raqamli muxlislaridan biriga aylana oldim deb aytishim mumkin. Multfilm shunchalik ajabtovur sahnalari va jo'shqin tempga boy ekanligi ochig'i meni hayratda qoldirdi. Multfilm Sony kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Undagi voqealar esa sezib turganingizdek echki atrofida aylanadi. Ya'ni Will ismli echki shu darajada basketbol sport turini sevadiki, uning orzulari uni katta stadionlarga boshlab keladi. U oddiy kichik echki ko'rinishidan katta sport yulduzigacha bo'lgan bosqichni qadam-qadam bosib o'tadi va bu yo'lda katta ko'ngilsizliklarga ham uchrashi aniq. Bu multfilmga shaxsan O'rgimchak odam olamlar aro multfilmining ijodkorlari qaratilgan va bir qarashda buni yaqqol sezishingiz mumkin. Shunday ekan, bu multfilm boshqalarga qaraganda ancha hayratlanarli bo'lishi ehtimoldan xoli emas va anchayin haqiqatga yaqin deyishimiz ham mumkin. 1-o'rin Va nihoyat videoning eng kulminatsion qismiga ham yetib keldik. Ya'ni top reytingimizning eng cho'qqisidagi multfilmni aytish vaqti ham keldi. Bu yilgi butun multfilmlar olamini o'z treylerlari bilan hayratda qoldirgan va juda qiziqarli hikoyaga ega bo'lgan Mario 2 multfilmi. Bu multfilmning birinchi qismi taqdim etilganida butun dunyoni o'zining kassa yig'imlari bilan hayratda qoldirgan edi va ikkinchi qism ham bundan mustasno bo'lmasligi aniq. Voqealar rivojiga keladigan bo'lsak, birinchi qismda qo'lga olingan Bowserning o'g'li uni qutqarish uchun keladi hamda butun galaktika bo'ylab Mario uchun katta vayronkorliklar tug'dirib qo'yishi aytilmoqda. Bu safargi qism masshtab jihatidan oldingisidan anchayin katta va qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Hamda multfilm davomida Mario va uning do'stlari butun galaktika bo'ylab yangi sarguzashtlarni boshdan kechirishadi. Bu multfilm ham Illumination kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Demak, bizda bu kompaniya tomonidan 2026-yil uchun naqd ikkita premyera mavjud. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, bugungi topligimizdagi 5 ta multfilm ham shaxsan men uchun ajoyib tuyulmoqda va barchasini intiqlik bilan kutyapman deyishim mumkin. Bu
Multfilmlar taqdim etilgach barchasini qo'limdan kelgancha tahlil qilishga harakat qilaman. Shunday ekan, tahlil videolarini o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishning ayni vaqti. Yana eslatib o'taman, bu to'plik faqat mening shaxsiy fikrlarim orqali vujudga kelgan. Lekin agar to'plikdagi birorta multfilm sizga manzur kelmasa, o'z to'pligingizni bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Ularni albatta o'qib chiqaman. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.